Madi? Abdulazizga ot ukamni prank qilaylik ekanamiz, bo'ptimi? Serios. Urushmaymiz. Yo'q, urushmaysan, qo'rqma. Plus kelganda aytasanki, Abdulazizga telefon qilsam ko'tarmayapsiz, pulimni ham shu qo'shib yuboraman-da Instagramga. Plus aytasan, telefon qilsam ko'tarmayapsiz, pulimni uxlatib ketdingiz, bolamizdan ham xabar olmayapsiz. U bu deb to'qib tashlavergan, hamma zo'r chiqadi. Urushmaymiz javob, men uraman uni. Kiraver Abdulaziz, to'g'riga kir, ichkaridaman. Bu yoqdaman, bu yoqda. Ketdim. Qarqqa ketasanmi? Qatlarda yuribsiz. Bularni oldilariga kelmaysiz, вообще kelmas ekansizda, telefonni ham olmaysiz. Qornimga bolani solib qo'yib qayerda yuribsiz? Nima deyapsiz? Yo'q, Sen klientim bilan tanishmisan? Nima qilaman, shuni o'ylayapsizmi? Sen Yo'q, siz eshityapsizmi? eshitdim. Nima qilaman? Oyim, men kasal bo'lmaman bilasiz. Tushunasizmi? Kim bu qiz? Kim menga aytdi? Kim bu? Bu yoqqa. Kim bu qiz? Seriozli to'g'risi. Men klientim bilan. Voy, nima deyapti? Ahmoq. Oyimga nima deymanmi? Men taniyman. Qara, Abdulaziz. Sud qara, qamalib ketyapsan, ukajonim to'rsini yo'q. Qamalib. Mani ko'zimga yosh keldi. Sen shunaqa qizlarni Men qizlarni deganim yo'q. Menga qara. Qo'ling chirdim. Oping gapirayotgan. Qo'l tushiradi. Deding son. Yo, bu kim bu qiz? Serios aytmayman. Men bo'ldi, tamom bo'ldi, Abdulaziz. Men skoring chaqir, skoring. Men bo'lmayapti, skoring. Reklama qilib bergan meni. Mana shu salonimni reklama qilib bersang bo'ldi. Hop, kim bilan nima qilay? Mana Madi bilan hozir kirib kelayotgan bo'lasan-da, keyin esa reklama qilib qo'shib ketasan, opalarim tirnoq qiladi, kiprik qiladi, u bu deb gapirib bersang bo'ldi, xommi? Davay. Bo'ldi, faqat ana oyim skript qilaman-da, chunki qiz bola bilan Voy, menga ishon. Men o'zim aytaman oyimga. Bo'ldi. Oyi, qarang, ko'ryapsizmi? O'g'lingizni qanaqa qizlar bilan yuryapti, ko'ryapsizmi oyi mana? Ko'rdingizmi? Mana oyim videochada gaplashyapman. Men bu normal gaplashishni o'zimizga kelishamiz uchun oyingiz bilan. Voy, jon dedim. Sen deb tanishing ekan rosti. Yaxshi. To'g'ri, tanishimman. Tavada qilgan. Qildingmi? To'la hozir men chekkanolga kelsam, uxlab yotibdi ekan. Prank qilamiz. Shu vaqtgacha ham uxlaydimi odam. Men uni qo'shnini olib turdim, rus qo'shnimiz bor edi. Pastda mashina turibdi. Buni olamiz. Bu oyimga beramiz. Bu yoqda chekka uxlayapti sasib. Oyi, qarang. Yuring deb o'g'lingizni qarang ahvolini. Qancha ko'tarib olgansan? Keling oyi, ko'ring oldin mana ahvolini qarang. Ko'ryapsizmi? Nima bu? Qarang. Yosh bola. Nimaligini bilasizmi buni? Ko'ryapsizmi? Men oyi. Shokoladlar bilan. Abdulaziz. Bu bilan davoyi. Abdulaziz, sen hali ichadigan bo'lib qoldingmi? Oching oyi. Qattiqroq. Ichadigan bo'lib qoldingmi? Nima bu? Nima bu? Basharasi? Yo'q, qizarib ketganini qarang. Voy xudo. Nima bu? Faqatdan bilaman nimaligini. Keldi bu. Qatdan keldi bu deyapsan deb. Soat 12ga yurasan. Hamma narsani qatdan keldi. Yosh bola-ya, yuzlarimizni qaratding yerga. Yana uyga olib kirishingni qarang bu. Qatdan keldi bu. Oyi, baqa yursan. To'xta. Oyi, chiqarib oling ko'chaga buni. Bunaqa o'g'il kerak emas bizga. Davay. Yo. Qatdan keldi. Oyi, chiqarib olishdan oldin pullarni olib qolaylik. Ichdingmisan? Nima bu? Qarimini ichib qo'yibdi. Sen nima dedingsan menga? Sen menga nima deding? Ichasanmi? Ich. Ichasan desam, nima dedingsan? Oyi, ko'chaga, davay. Ko'chaga. Qanday ko'chaga? Davay. Chiq. Puli yo'qmi? Oyoqlaring. O'sha bir poy tapchika bilan yurgan, tushundingmi? Uni ham ber, bu ham qimmat.